Kiyik go'shti qop-qora bo'lar ekan, ot go'shti. Men aytdim, buni yog'i bo'lmaydimi? Kiyikka o't o'lanlar yeydi-ku sen. Bu kiyik 24 soat xavfda yurar ekan, qo'rqinchda yurar ekan, 24 soat. O'shaning uchun u yog' olmas ekan tanasiga. Qo'rqinchda yurgan narsa yog'iga tanasiga yog' olmas ekan. Hozir hammamiz ushab ko'raylik biqinimizni. Qo'limizga sig'maydi. Yog' bosib yotibdi-da. Shu kiyikchalik ham qo'rqmaymizmi deyman-da xudodan endi. Shu kiyik qo'rqqanchalik qo'rqmayli. U 24 soat qo'rqib, biz 12 soat qo'rqaylik, teng yarmida qo'rqaylik. Xudodan qo'rqsa taloq bo'lmaydi. Kelin haydash bo'lmaydi. Qora olmaydi, halol xalqiga mehnat qiladi. Tarozidan urmaydi, birovning haqqiga xiyonat qilmaydi. Zinokorlik bo'lmaydi, fohishalik bo'lmaydi. Xudodan qo'rqsa o'g'irlik bo'lmaydi. Xudodan qo'rqsa qo'shniga tuhmat qilish bo'lmaydi. Xudodan qo'rqsa ota-onalar va qariyalar uyiga borib qo'nim topmaydi. Xudodan qo'rqsa bolalarni podyezdlarga tashab ketmaydi. Xudodan qo'rqsa qaytib kelish bo'lmaydi. Qo'y, otam o'zi zo'rg'a meni uzatdi. Mendan keyin ukam bor, mendan keyin singlim bor deydi.